Ko'nglimga kirilma odam, ko'kka otib yerga urar dunyo bu. Topgan tilla zariga berilma odam, sendan ham men Ana odamni qara aldayapti. O'zi aslida gapira oladi bu odam. Ha, qo'ysan-chi. Javob gapira oladi. Katta odam ataylar buni qilmaydi. Kelyapti, o'zi gapirtiraman, qarab tur. Gapira olmaysizmi? O'zi gapirib tur. Men aka nimadir to'g'ring? Gapira olmaydi bu. Shoshmay tur. 40 ming so'm beraman aka. Bir og'iz gapiring bo'ldi. Ustidan kulyapsan-da, bersang ber. Shoshmay tursan. Mana aka 100 ming so'm. Bir og'iz gapiring bo'ldi. Gapirmaydi, ko'ryapsan-ku, nima qilasan majburlab? Xo'p, sen oxirigacha ko'r shuni. Aka mana sifat shirinligi. Mana ko'rding? Aka o'z trendda yeb ko'ring, vashi mazasi zo'r. To'xtab turdi. Men hamma pulimni beraman. Bitta nimadir deb bering bo'ldi, aka. O'zi nima deyish kerak akalar? Kulmanglar odamning ustidan, men o'zi gapirmayman. Prosta vijdonim qiynalgandan gapirdim akalar. Vijdon ham bormi sizda? Ha bor. Bu yerda hech kimga aytmanglar akalar, iltimos. Aka, 200 ming so'm beraman, qo'shib aytib berasizmi? Kimnikini? Jenisbek piyazib tutgan. Men opera ayta olmayman. Ehtiyot balasini bosma gay turibdi. Gay? Bugün meni ham gay to'xtatdi. Nimaga to'xtatdingiz aka deyman? Nimaga to'xtatdingiz desalar, hujjatlarni tekshiraylik. Men biron bir qonun buzdimmi, hujjatlarni tekshirasiz dedim. Jim bo'lib qoldi ish. Vobshe indolmay qoldi. Qo'rqma undan, Kecha netdan keldi. Qarzim bor, televizorim olib ketib qolsa bo'ladi. Indamadingmi? Nima deyman? To'ppoymisan? Men ham uyimga o'kirib mibdan keldi. Qarzingiz bor, konsertingizni olib ketaman dedi. Nimaga olasan dedi. Qarz menikimi? Men to'layman dedi. Muddat ber dedi. Nima dedi u? Indamadi, ketdi. Uzr aka dedi, ketdi. Sen bo'sh bo'lmadi. Sen haqqing talabda. Nima olding? Sifat shirinligidan trendda bu o'zi zo'r mazasi. Mazasi zo'r bo'ldi ekan. Buni ana o'tkir reklama qilyaptim blogga. Bugün chaqirdim oldimga. Sen nima yana deb videolar qilyapsan dedi. Senga yeni o'yinchoqmi dedi. Boshqa tema top, boshqa vayn ol dedi. Indamadimi? Indamadi. Uzr aka dedi. Olyaptimi yo'q? Yo'q. Men aytganimdek olmay qo'ydi. Menga ham ol bundan. Kecha uyimga uchastkoga ketdi. Ikkida nima qilyapsan, shovqin qilib. Nima deding sen? Ishni deya olmadim. Sen jinnimisan sen? Yo'q, meni ham uyimga uchastkoga keldi. Bolangiz uxlamayapti, bunday deyapti. Men nechi bo'ldi soat dedi. Qara soatingda nechi bo'ldi dedi. Nima dedi? Indamadi, jin vobshe. Melsa kelyapti. Qani? Aka, hazillashdim, aka. Jinni nima qo'rqitasan? Hazillashdim. Shu takam yo'rlay dedi. Ana Melsa. Qani? Zo'r bo'ldi-da. Ey balıkçı beni qo'yib. Gapiradigan baliqni? Ha, men gapiraman. Meni qornim juda och, nimadir bering ishga. Endi senga nima beraman? Zulukim bor edi, tugadi. Sifat pichellari bor, bu hozir trendda. Sifatli shokoladimi? Ha. Biz buni mazza qilib dengizda yeydi, shundan ber bo'lmasa. Böyle, senga beraman shuni. Ey balıkçı, Oho. sen menga yordam berding. Seni hayotda tilaklaring nima? Endi tilagim ko'p. Shu pulim bo'lsin deyman, mashinam bo'lsin, uyim bo'lsin deyman. Tilaklaring zo'r. Sen albatta harakat, mehnat qilsang hammasiga erishasan. Sen nima qilasan? Sen oltin baliq tilaklarimni bajarib keltirmaysanmi? Men oltin baliq emasman. Nima baliqsan? Yaxshilab qara, sazon baliqman, sazon. Qo'ppan. Rahmat senga baliqchi. Yo'qol! Sifat shirinliklar shehri. Taksida ketyapsanmi? Senga emas.
taksida salqinda ketasan. Sizchi Bobur aka? Manmi? Men avtobusda ketarman, terlab pishib. O shoshmay turing. Mana 100 ming. Siz ham taksiga keting Bobur aka. To'qqa boraylik, to'qqa. Bobur aka, men siz yo'l kurashga pul bersam, siz shashlik yeb o'tiribsizmi? To'g'risi, sen bergan pulga taksida ketmoqchi edim, lekin qornim och ekan, shunga shashlik yedim. Uni ustiga bolalarda ham puli yo'q ekan. Yo'q-e. Mani shotchi to'ylaysiz. Mana bilan paketga solib beravering. Sifat shirinliklardan oldingmi? Uyimizga mehmon kelyapti-da. Senga emas, sifat shirinliklardan yeysan. Men esa uyda qotgan non yeb o'tiraman. Yo'q-e, rostdan. Shoshmay turing. Mana pul uyingizga bozor qilasiz Bobur aka. Bomba qayerda? Bombani ol. Men sizga kontra o'ynang deb pul beruvdimmi? Bozorlik qilishingiz kerak edi-ku. Bilasanmi? Sen bergan pulini 2 barobar ko'paytirish uchun kontra o'ynayotgandim. Rostdan. Bo'lsa bombadan ehtiyot bo'ling. Ey, 5000 puling yo'qmi? Suv olay. Hozir. Yo'q ekan-da Bobur aka. 5000 ham yo'qmi? Pulni hisob yursang bo'lmaydimi cho'ntagingga? Bor yo'qol puling bo'lmasa nima qilaman men seni? Puling bo'lganda kel.